Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun sizlar bilan pedagogik mahorat fanidan pedagogik mahorat va uning o'qituvchi faoliyatida tutgan o'rni haqida so'z olib boramiz. Bugungi mavzuimizni rejalar bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, pedagogik mahorat tushunchasi haqida, pedagogik qobiliyat, mahoratli o'qituvchi bo'lish sirlari, pedagogik texnika, bularning barchasi albatta pedagogning mahoratli xislatlaridan biri hisoblanadi. Bularni egallashda yillar davomida egallagan o'rni, o'zining faoliyatidagi tutgan holati va malaka, ko'nikmalar natijasida pedagogning mahoratlari namoyish bo'ladi. Pedagogik mahorat haqida so'z olib boradigan bo'lsak, o'z kasbini mohir ustasi, yuksak darajalarda mohirona fidoyilik bilan o'zining mahoratini ko'rsata oladigan pedagog haqiqiy o'zining mohirona harakati bilan yondasha oladigan, o'quvchini o'ziga jalb qila oladigan, kasbini seva oladigan pedagog hisoblanadi. Albatta pedagogda odob, axloq haqida ham so'z olib boriladi. Albatta har bir insonning odob, axloqi, ma'naviyati shakllangan ekan, u har qanday faoliyatda ish yuritmasin, o'ziga qarata olishi, o'zini fikrlarini erkin ifoda eta olishi bilan o'ziga jalb qila oladi va ko'zlangan maqsadiga erisha oladi. Albatta pedagogning mahoratlarini ketma-ketlikda o'rganib chiqadigan bo'lsak, madaniyatli, yuqori, aql zakovati darajasi yuksak bo'ladigan pedagog. Albatta ma'naviyatli shaxs har tomonlama jamiyatda o'zining o'rniga ega hisoblanadi. Chunki unda har qanday inson bilan so'zlasha olish madaniyati, eshita olish madaniyati shakllangan hisoblanadi. Albatta bularning hammasi aql zakovatimizdan kelib chiqqan faoliyat hisoblanadi. O'z faniga doir bilimlarni mukammal sohibi bo'lish. Albatta har bir kasbni o'ziga yarasha bilimlarni, ko'nikmalarini egallagan pedagoggina haqiqiy mohir pedagog hisoblanadi. O'quvchi tarbiyasida ishlash metodikalari, albatta o'quvchini o'ziga jalb qila olishi, o'ziga qarata olishi uchun har bitta pedagogda albatta usul, ya'ni metod bo'lish kerak. O'ziga qarata olish metodlari orqali o'zining fikrlarini ifoda etib bera oladi. Pedagogik qobiliyatlarga to'xtaladigan bo'lsak, har bir inson o'zining bir qobiliyatiga ega hisoblanadi. U yillar davomida kimdir o'zining qobiliyatini shakllantirib borib anglaydi. Yana kimlardir u qobiliyatni erta anglab, o'zining kasbi yuzasidan muvaffaqiyatlarga erishib boradi. Pedagogik qobiliyat turlariga to'xtaladigan bo'lsak, didaktik, akademik, perseptiv, kommunikativ, tashkilotchilik, psixologik tashxis, diqqatni taqsimlash, yo'naltiruvchanligi, gnostik, konstruktiv qobiliyatlar, turlar. Albatta bu aynan pedagogning qobiliyatli, mahoratli bo'lishida kerak bo'ladigan zaruriy turlar hisoblanadi. Didaktik qobiliyatga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, oson yo'l bilan murakkab bilimlarni tezroq tushuntirib bera olish. Albatta, murakkab holatdagi bilimlarni ham talabaga, o'quvchilarga bemalol tushuntirib bera olish didaktik qobiliyatlardan biri hisoblanadi. Akademik qobiliyat barcha fanlar yuzasidan muayyan bilimlarga ega bo'lishi. Albatta, o'zini faoliyatidan, o'zini fanidan tashqari unga yo'naltirilgan boshqa fanlar yuzasidan ham bilimlarga ega bo'lishi aynan bu akademik qobiliyat hisoblanadi. Perseptiv qobiliyatga to'xtaladigan bo'lsak, qisqa daqiqalarda auditoriya holatini, diqqatini o'zini holatiga jalb qila olishi, sezishi, idrok etishi, uni ko'ra bilishi, tinglay olishi, albatta bu perseptiv qobiliyat hisoblanadi. Kommunikativ, ya'ni nutqiy qobiliyat. Bilamiz, insonga eng kerakli bo'ladigan jarayonlardan va qobiliyatlardan biri bu nutq qobiliyatidir. Ixcham, ma'noli, muayyan ritm chastotasiga ega bo'lgan nutq natijasida
aynan mana shu pedagog o'zining bor bilimlarini auditoriyadagi o'quvchilarga, talabalarga bemalol yetkazib bera oladi. Chunki nutqidagi realistik holatda o'zining bilimlarini bemalol ifoda etib bera oladi va kerakli jumlalar bilan unga bir nafasda tushunarli qilib mavzuni yetkazib bera oladi. Tashabbuskorlik qobiliyati sinf, guruh yoki kursni uyushtirilgan holatda unga birlashtira olishi, tashabbuskorona o'zining mana shu holati bilan guruhni chambarchas bog'la olishi, ularga mehr muhabbatini bera olishi va birlikda yo'l olishi uchun unga zamin va kerakli bilimlarni yetkazib bera olishi ham bu bitta qobiliyat hisoblanadi. Psixologik tashxis, ya'ni diagnoz. Mana shu o'quvchilarni insonning mana shu kelajakdagi oqilona tasavvur qilishi, uning qanday marralarga erishishini qisqacha bo'lsa-da bashorat qila olishi. Ya'ni kim o'quvchingizni qobiliyatlaridan kelib chiqqan holda uning qanday kasb egasi va qanday holatda o'z ustida ishlash haqida ham fikr yuritib va unga maslahat bera olish ham albatta psixologik tashxislardan biri hisoblanadi. Diqqatni taqsimlash. Albatta diqqatni har bir jarayonlarga taqsimlash natijasida o'zingizdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida o'quvchilarga yetkazib bera olishingiz ham albatta bu sizning qobiliyatingizdan biri hisoblanadi. Tashabbuskorlik, ijodiy yondashish. Albatta har bir pedagogning ijodiy yondashuvi bo'la olishi zarur hisoblanadi. O'zini ustida ishlay olishi, o'zi erisha oladigan yutuqlarga o'ylagandan tezroq erisha olishi uchun o'z ustida ishlashi, fikr yurita olishi, maslahat ola olishi va mana shu egallagan bilimlarini hayot tarzida oqilona isbotlab bera olishi natijasida o'zining ijodiy yondashuvini ifoda etib bera oladi. Gnostik qobiliyat, tadqiqot layoqatini yangilik yaratish. Albatta bu o'qituvchining o'zini yangiligi, bilim doirasidan kelib chiqqan holda o'zining kasbi, matematika bo'ladimi, fizika bo'ladimi, pedagog, psixolog bo'ladimi, o'zining ilmiy darajasidan yangilik yarata bilishi va uni ommaga targ'ib eta olishi ham bu albatta qobiliyatlardan biri hisoblanadi. Konstruktiv qobiliyat o'qituvchining o'quv-tarbiyaviy faoliyatidagi puxta rejalashtirilgan asosi yuzasidan kelib chiqqan holda o'zining qobiliyatlarini ularda ham ifoda etib bera olishi, vaziyatlarni bosqichma-bosqich o'rgata olishi ham bu albatta qobiliyatlardan biri hisoblanadi. Pedagogik ta'sir ko'rsatishning asosiy usullari. Albatta o'zingizdagi holatingizdan kelib chiqqan holda rag'batlantirish, jazolash, bularning barchasini o'quvchilarning holatidan kelib chiqqan holda qay tarzda rag'bat bera olish, qay tarzda jazo qo'llay olish ham sizni bitta o'zingizdan kelib chiqqan holda qobiliyatingiz hisoblanadi. Pedagogik takt, pedagogik konflikt vaziyatni o'z qo'liga olgan holatda jarayonlarga muhim tarzda o'zining yechimini topishda qo'llay oladigan usullari ham albatta pedagogning bir taktlaridan hisoblanadi. O'z xatti-harakatlari bilan ta'siri ostida xona bo'ladimi yoki jarayonlardagi holatni tinchlantira olish va unga yechim topib bera olish ham albatta pedagogik mahoratning bir muhim sanaladigan xislatlaridan biri hisoblanadi. Pedagogik takt psixologiyada o'rganilganda psixolog Ivan Vladimirovich Strexov benihoya o'zining fikrlarini ifoda etib o'tgan. Pedagog har tomonlama o'zining fanidan kelib chiqqan holda insonning ruhiyatini ham o'rganib borishi zarur hisoblanadi. Ruhiyati psixologik tarzda ham unga yondasha olishi. Demakki, pedagog bir jumladan psixolog ham bo'la olishi kerak. Sababi u bitta auditoriyada 30 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, uning dunyo qarashi 30 xil bo'ladi. Unga qanday muomala qila olishi, unga qanday usul qo'llay olishi, bularning hammasi albatta pedagogning mohir usullaridan biri hisoblanadi. Tarbiya, bilamiz. Ta'limdan oldin albatta tarbiya birinchi o'rinda turadi. Tarbiya tamoyillari
Bu tamoyillardan to'xtaladigan bo'lsak, tarbiya maqsadining aniqligi. Birinchi navbatda tarbiyada maqsad qo'ya olish kerak. Kelajak avlodni tarbiyali qilib tarbiyalashda albatta pedagog, oiladagi ota-onaning ham roli juda katta hisoblanadi. Tarbiyali shaxsni jamiyatga tarbiyalab bergandan keyin unga bemalol ta'lim bera olasiz. Sababi u tinglay oladi, eshita oladi, o'zini fikrlariga ega bo'la oladi. O'zini menini egallagan haqiqiy shaxs hisoblanib boriladi. Bolalar va kattalar o'rtasidagi faoliyat. Bolalar va kattalar o'rtasidagi faoliyatning birgalikdagi olib boriladigan jarayoni bir zanjir hisoblanadi. Bola bilan ota-ona mudom shug'ullana olishi. Bu albatta ota-onalar yig'ilishi yoki bo'lmasam o'zingizni seminarlaringizda unga jalb qilgan holatda bola bilan tinglay olish, uni qiziqishlari, tarbiyasiga ta'sir etuvchi pedagogik fikrlarni e'tibordan qoldirmasdan unga yetkazib bera olish ham albatta kattalarning zimmasida. O'zini anglay olish. Inson borki, hayotda nima uchun yashayotganini anglay olish kerak. Yaxshi yashash, yaxshi turmush tarzini tashkil etib bera olish. Jamiyatdagi insonlarga yengil hayotni yengilroq ifoda etish uchun o'zidagi qobiliyatlarni ifoda eta olishi va yaxshi yashash uchun nimalar zarur ekanligini o'rganib borishi. Tarbiyaning shaxsga yo'naltirilganligi. Albatta bir tarbiya yuzasidan bir shaxsga yo'nalganimizda unga nimalar zarur? Kattalarga hurmat yoki bo'lmasam tinglay olish kerak bo'ladigan jarayonlar. Bularning hammasini qamrab olganda tarbiyaviy jihatga yana bog'lanadi. Ixtiyoriylik. Siz insonparvarmisiz, vatanparvarmisiz yoki tarbiyaviy jihatdan muhim bo'ladigan harakatlar sizda ifoda etishi uchun ixtiyoriy holda xohlay olishimiz kerak. Bu ixtiyoriylik ko'p narsaga ertaroq yetish uchun zamin yaratadi. Jamoada yo'nalishi. Jamoa bo'lib harakat qila boshladikmi, demak uni tinglashimiz, uning fikrlarini ham eshita olishimiz, kerakli jarayonlarda uning negizini ola olishimiz ham bizning bir tarbiyaviy holatimizdan kelib chiqadi. Pedagogik texnika. Albatta har bitta pedagogning o'ziga yarasha texnikasi, taktikasi bo'ladi. Bu texnika orqali o'quvchilarga qanday yondasha oladi, fikrlarini ifoda eta oladi, bilimlarini yetkaza oladi. Albatta bu ham bitta texnika hisoblanadi. Pedagogik texnika bu o'quvchilarning o'zlarini faoliyatida tashkil etishi, boshqarishi, nazorat eta olishi, usullarini, maxsus ko'nikmalarini mavjudligini ifoda etgan holda texnikasini namoyish etib boradi. Albatta pedagogik texnikada ifoda etishda pantomimika, mimika jarayonlari ham kerak bo'ladi. Pantomimikaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu qo'l, oyoq, bosh, butun tana a'zoning harakatlari orqali siz o'zingizga bir nafasda qarata olishingiz ham pedagogik texnikangizni biri hisoblanadi. Demakki, o'z fikrlaringizni ifoda etish natijasida siz o'zingizga birinchi navbatda qarata olishingiz kerak. Bunda albatta boya ta'kidlab o'tganimdek, qo'l harakatlaringiz, oyoq harakatlaringiz bir joyda qolib ketmasdan, undagi jarayonlarni emotsiyalar orqali ham ifodalagan tarzda fikringizni ifoda etib bera olasiz. Mimika. Albatta haqiqiy pedagogga mimika katta yordam beradi o'zining fikrlarini ifoda etishda. Mimikalaringiz orqali o'zingizga jalb eta olasiz. Albatta o'zingizga jalb eta oldingizmi, bor bilimlaringizni u xohlasa-da, xohlamasa-da, hech bo'lmaganda 30%ni ola oladi. Eshitish orqali ham, tinglash orqali ham, ko'rish orqali ham. Bu ham pedagogning muhim sanaladigan mahoratlaridan biri hisoblanadi. Albatta pedagogning har bir holatida ifoda etib boriladigan pantomimika, mimikalar orqali fikrlarini keng qamrovda ifoda etib berish ham o'zingizni qobiliyatlaringizdan biri sanaladi. Albatta pedagogik mahorat har bir shaxsga juda zarur. Sababi o'zingizni, bilimlaringizni, ko'nikmalaringizni unda ifoda etish uchun sizda mahorat bo'la olishi kerak. O'zingizga qarata olishingiz kerak, jalb qila olishingiz kerak.
Xulosa o'rnida bugungi mavzumizdan pedagogik mahorat albatta har bir pedagog uchun mahoratli inson bo'la olishi va o'zini bilimlarini talabalarga, o'quvchilarga yetkazib bera olishi uchun pedagogda mahorat muhim sanaladigan vositalardan biri hisoblanadi. Bunday mahorat har bir pedagogga zarur hisoblanadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.